o'zi stressdan qutulish uchun 20 daqiqa uyni tozalash o'zi yetarli. Ana uyni har doim toza saqlaydigan, hamma narsa joy-joyida bo'lishi xohlaydigan ayollarni men bitta reelsda ko'rdim, psixologik kasal deb chiqarishdi-da. Lekin bu xato. Ular stressda bo'lganda yoki nimadirdan xafa bo'lganda uyni tozalab maza qilishadi. Shuni ilmiy tadqiqoti bor. Londonda tadqiqot o'tkazishgan ekan, bir kunda 25-30 minut uyni tozalaydigan ayolda baxt gormoni ko'proq ishlab chiqarilar ekan. U qilayotgan ishdan maza qilar ekan. Ana shu uchun agar siqilsangiz, ozgina qayerdadir uborka qilishni boshlang. Sraz yig'lab, depressiyaga tushib, bo'ldi, hayot tugadi yoki-da yig'lash kerak ekan, depressiyaga tushish kerak ekan deb o'zini moralni ezish kerak emas. Ayollar stressdan chiqish uchun zo'r usullarni ko'rish kerak. Kimdir sizga e'tibor bermayaptimi? Siz vнимание bering. Uyingizga, joyingizga, xonangizga nimalarni o'zgartiring. Masalan, shkafni joyini o'zgartirish mumkin, kiyimlarni boshqacha taxlab chiqish mumkin, yoki-da pardoz o'yingizni balkim boshqacha qilarsiz. Shundan chiqib ham odam maza qilish mumkin-da. Stressdan chiqish uchun menimcha ana qiyin usullarni izlash kerak emas.